Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli kuzatuvchilar, hammaga kirib kelgan ro'zayi Ramazon oyi avvalambor muborak bo'lsin. Hammamizni Ramazon oyini juda ham chiroyli tarzda Allohga yaqin bo'lgan holda o'tkazishimizni hammamizga nasib aylasin. Bu yilgi Ramazon bezaklarim mana shunaqa. Men o'tgan yil ham agar esingizda bo'lsa, Ramazon bezaklarini ko'rsatgan edim. Bu yil ham yasatdim, lekin bu yil alhamdulillah o'tgan yilgidan ancha chiroyli chiqdi. O'tgan yil to'g'risini aytsam, o'zimni ko'nglim to'lmagan edi, ya'ni o'rnatish borasida. Bu yil uyimizga yangi stol oldik, yangi divan kresloli oldik va alhamdulillah shularga moslab chiroyli qilib mana shunaqa yasatildi. O'tgan yili mana shu bor narsalarimdan ham juda chiroyli foydalana olmagandim. O'zimni ko'nglim to'lmagandi. Bu yil alhamdulillah Allohga behisob shukrlar bo'lsin, ko'nglim to'ldi. O'zi stollarimizning rangi serik edi. Endi uyimizda high-tech, kuxnya mebellarimiz high-tech bo'lganga, men high-tech xohlagan edim. O'zi esingizda bo'lsa, o'tgan yil o'zi bu yoqda ugolokim turardi, lekin u juda ham katta razmerda bo'lgani uchun men ixcham xohlagandim. Faqat ugolokka o'zi sig'ardi o'tgan yili. Hozirgi olgan komplekt bo'lsa, ham stol ham sig'yapti, ham ugolokning divanimizni ham bemalol sig'yapti. Bularni hammasini Home Marketdan oldim. Home Marketda bilgan bo'lsanglar, skidkalar berishdan o'sha paytda bularni olganman. Bularning rangi serik edi. Stol bilan divanning rangi. Men shu shkaflarimizga mos rangda bo'lishini xohlab, shunaqa chexol olgandim. Даже stol materialidan chexol materiallari zo'r ekan, menga yoqdi. Mana shunaqa Xitoyi chiqargan chexollari juda ham zo'r ekan. Bu esa bolalarga shu Ramazonni, 30 kun Ramazonni belgilab boradigan. Bu yil xudo xolisa o'tgan yil bitta dona farzandim tutgan edi. Bu yilda inshaalloh ikkita farzandim tutishyapti. Ya'ni 10 yoshli farzandim hamda 8 yoshli farzandim ham bu yildan tutyapti. O'tgan yili o'sha 4 yoshida kichkina farzandim ham tutgan edi, lekin 2 kun tutganni o'zi hech narsa yemasdan tutgan. Ranglari oqarib, mutniy bo'lib ketgani uchun keyin tutirmagan edik. Bu yil ham tutaman dedi, lekin biz mayli bu yil nima desa bo'ladi, sal kattaroq bo'lsin, хотя бы maktabga chiqsa tutishni boshlaydi dedik, lekin shunda ham saharlik o'tiradi. Orada ro'zamni bo'lib oldim deb bizani ham yoshligimizda bo'lardi-ku. Shunaqa bolalarni qiziqtirish uchun mana shunaqa narsa ham olib berdim. Ya'ni o'zim tutgan ro'zalarini, o'qigan namozlarini belgilab boradi. O'zimga bo'lsa mana shunaqangi katta Qur'onni oldim. Bu ham meni anchadan beri xohlaydigan narsam edi. Lekin ishoninglar, shunaqa zo'r ekan. Mazza qilib o'qirgansizlar, katta Qur'onda o'qish boshqacha ekan. Ramazon oyida hammamizga shu Qur'onlarni 30 borasini xatm qilib, ibodatlarimizni mustahkam qilib o'tkazishimiz nasib qilsin. Shu qatorda meni ham duo qilib qo'yinglar. Ilohim menga ham shu Ramazonni chiroyli qilib o'tkazib olishni nasib etsin. Alhamdulillah, unaqa muammo bo'tgani yo'q ochlikdan, lekin ibodatda to'liq bo'lishni nasib qilsin hammamizga.